Bugun Kayxin 5600G modeldagi video apparatimizni ishlatish jarayonidamiz. Kayxin modeldagi apparatimiz. Hozirda qoramollarni qisir yoki bo'g'izligini aniqlash jarayonida. Ma'lum. Hayvonimiz 3 oylik bo'g'iz. Bo'g'izlik homilani ko'rinishi. 3, 2, 1. Ushbu qoramolimiz homilasi 2 oylik ekan. Bolasi qimlamay turibdi ichiga. Bolasini ko'rinishi. Yurak urishi ham ko'rinyapti bolasini. Sizlarga ham xuddi shu kabi uzi xizmatlar kerak bo'lsa agar telefon raqamlarimiz profilimizda mavjud. Sizga ham xuddi shu kabi uzi apparatlar kerak bo'lsa agar Akmal aka Bozorovga murojaat qilasiz. Telefon raqamlarini pastda opsiyaniyada qoldiraman.